Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga bir Xbet platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tishni boshidan oxirigacha sodda va tushunarli tarzda ko'rsataman. Agar siz birinchi marta hisob ochayotgan bo'lsangiz, ushbu video siz uchun foydali bo'ladi. Avvalo, bir Xbet rasmiy sayti yoki mobil ilovasini oching. Bosh sahifaga kirganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan keyin sizga bir nechta ro'yxatdan o'tish usullari taklif qilinadi. Telefon raqami yoki elektron pochta orqali hisob ochish usulidan o'zingizga qulayini tanlashingiz mumkin. Telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, mamlakatingizni tanlang va faol telefon raqamingizni kiriting. Agar email orqali ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, ishlatib yurgan elektron pochta manzilingizni yozing. Keyin esa kuchli va xavfsiz parol yarating. Hisobingiz xavfsiz bo'lishi uchun murakkabroq parol tanlash tavsiya etiladi. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydon mavjud bo'ladi. Shu joyga bir Xbet Pro promo kodini kiriting. Agar ushbu promo kod sizning hududingizda va amaldagi aksiya shartlariga mos kelsa, bonus yoki maxsus takliflardan foydalanish imkoniyati bo'lishi mumkin. Endi ism, familiya, tug'ilgan sana va boshqa talab qilinadigan ma'lumotlarni diqqat bilan kiriting. Barcha ma'lumotlar shaxsni tasdiqlovchi hujjatlardagi ma'lumotlarga mos bo'lishi tavsiya etiladi. Bu kelajakda hisobni tasdiqlash yoki boshqa xizmatlardan foydalanishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Barcha maydonlarni to'ldirgach, ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqing va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Ayrim hollarda telefon raqamingizga SMS orqali yoki emailingizga tasdiqlash kodi yuboriladi. Kelgan kodni tegishli maydonga kiriting va hisobingizni faollashtiring. Hisobingiz muvaffaqiyatli ochilgandan so'ng, profilingizni to'liq to'ldirish tavsiya etiladi. Shuningdek, xavfsizlik bo'limiga kirib, 2 bosqichli tasdiqlash funksiyasi mavjud bo'lsa, uni yoqing. Bu hisobingizni qo'shimcha himoya qiladi. Platformadan foydalanishdan oldin bonuslar, aksiyalar va boshqa takliflarning amaldagi shartlari bilan tanishib chiqishni unutmang. Bonuslar va aksiyalar vaqt o'tishi yoki hududga qarab farq qilishi mumkin. Shartlarni oldindan o'qish sizga keyinchalik tushunmovchiliklarning oldini olishga yordam beradi. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi qo'llanmalar va foydali videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun qo'ng'iroqcha belgisini ham yoqing. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sizga omad tilayman va keyingi videolarda yana foydali mavzular bilan uchrashguncha xayr.